أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü dersin temsil Ashabul Uhdud. Şu Uhdud'a taşlanan kişiler demek. Yani Uhdud degen had bir çoğun iriqtek yoki yeriq deydi, cho'ng yeriq. Zaminda masalan da cho'ng bir o'stanmoqdek yeriq bo'lsa yoki da ajrab ketgan yaliqdek masalan bunday bo'lsa Uhdud deymiz. Uzun ketgan bir azgalan bu. Uzun ketgan o'rak azgar. Ashabul Uhdud shu Buruj surasida voqealarga bayon qilingan shu zamondagi mu'minlar bu. صنعاء قد لفحتها الشمس بسهامها المحمى يعني محمى desek صنعاء hozir biz xabarlarda anglab turibmizgo Yemendagi mashhur shahar shu shaharni quyosh nuri yoki quyoshning issiqligi shunda kuydirib o'tgan holatda deydi. Nim bilansa bisahamihal muhma qizitilgan ya o'qlar bilan degandek. Ana unda adabiylashtirib usullangan gap bormi bu? Shuna qizib ketgan vaqt keldi. Aptoq, issiq, o'ziga chiqqan vaqt keldi. Lafahat degan yuzga urib kuydi dedi. Masalan biz bunda o'tni qashqib olsak yoki tununing qashqib olsak yuzimizga lap bir narsani yaqin bormaymiz-ku. Shu lafahat degan gap. Muhma degan isitilgan, qizitilgan degan. Wa massatha as-sahra'u bi awariha al-mutasa'ir. Meniki mutasa'ir ekan. Eskisi o'xshash. Mutasa'ir bo'lsa beklamamda qizib ketganini bildirdi. Mutasa'ir ya'ni yenib turadigan demakchi. Ay yalqinlab yenib tap urib turadigan deydi masalan. Shunda tapti bilan, qiziqlik bilan sahrami uni shunda bir sipab o'tgan deydi. Yo'q sahraning shu qiziq issiq havasi shunda bir sipab o'tibdi bu. Ya'ni Sana'a shahrini. Avar deganmi tapti, qiziqligi. Ma so'zdan birdan bir yodlansa olmaydi. Bizning yezlar bu sahrolar shu dal-daraxtlik bog' bo'stonlik yezlar. Bog'ning yezlari shu chul bayovan. Say. Va lihada aqfarat shawari'uha. Shunda qizib ketganlikdan bu shahar qattiq issiqda qizib ketganlikdan tunuda bo'lib ketib, uni ko'chalari cho'ldarab qolgan edi. Aqfarat yana cho'llashib ketgan. Qafr va qabru harbin bi makanin qafru va laysa qurba qabri harbin qabru. Qafr yani shunda cho'l. Va sakanat harakatuha sharika harakatlar jimib qoldi deydi. Jimjitlik bo'lib ketdi. Va khalat minan nas kishilardan xoli bo'lib qoldi. Hammadan kirib aramalashga kirib ketgan. İlla rajulan zahara fajatan min ash-shimal. Faqatlan bir kishi tuyuqsiz ushtum to'satdan shimol tarafdan paydo bo'lib qoldi. Faj'a degan tuyuqsiz ushtum to'satdan. Va kanahu qadimun min as-sahra. Xuddi bu odamning taqdirqidan shu sahra tarafdan kelganda qiladi deydi. Va qad javazal arbada wal hudud. Shaning sirtidagi otlaqlar shahar chegaralari, rayon chegaralaridan otlab mushunda kelganda deydi. Arbad deganmi endi otlaqlar, rabat degan. Shaharning sirtida odatda padala o'tlaydi-ku. Shunda chulbayavallini shu davlatning chegaralarini otlab kelganda qiladi. Vattakhadha sabilahu nahwa qasr al-malik Zinawas. Sahra tarafdan kelgandan keyin shahar kirib bu Zinawas degan podshohning qasrisi tarafga yo'l oldi. Shu chaqdagi podshohning ismi Zinawasga. Kana kullu ma fihi yab'atu ala ash-shakki wal-irtiyab. Irtiyab degan shak. Uningdagi hamma narsa adam gumon qo'zg'aydi deydi. Yab'at degan endi qo'zg'ash. Ivatish, qo'pirash degandek, qaytirildirishim bor. Vajhun ya'luhu al-wujum. Masalan, asaq buning chiroyiga xafiliq bosgan, qapqishib ketgan holatda. Vujum degan endi qapqishib ketgan, xafiliq bosgan, g'am bosgan degandek. Chiroydimi endi bir g'am, bir daklikka yoki xafiliq chiqib turadi demakchi. Ustida denga biz ya'luhu degan. Chiroyiga ketdi degan gap bor. Chiroyiga ketganga buningki xafiliq. Va aynani taxtaliju fihim al-hira. Taxtalijuni biz bir qatim o'tdik. Demak shu ichki sho'ng'ib kirib ketadi degandek.
asli bunda bir mijlaydi hareket qildi degandek narsa kirib ketdi degan ma'nosi bor. Va ko'zning ichiga hayronlik yo'shiringan degandek, ha. Bundan ko'zning ichiga diqqat qilib sinchilab qarasa, bu odamdagi hayronlikni sizib oladigandek ekan. Va xutuvatun muttaribatun g'ayr mutmainna. Yana o'zi toza aromida emas, bearam daklikida qadam ilayotgandek. Va ka'anna bayna janbayhi sirran yuridu an yufdiya bihi. Xuddan bu odamning manishtirishidan chiroyidan ashunda buningda bir sir bor. Bayna janbay degan buning ichida, ha, qo'sqida bir sir bor. Bu sirni birisiga deb bermoqchi. Yufdi degan sirni deb bermoqchi. Aw amran jalilan qadima min ajli. Yoki musha odam shu ish uchun kelgan noyati cho'ng bir ish var, muhim bir ish uchun kelganlik chiqib turdi dedi. Qadima min ajli. Shu sababdan kelgan. Ya cho'ng katta. Jalla jalaluhu deymiz-ku, Alloh azza va jall. Sahabiyun jalil masalan. Katta, cho'ng, ulug' degani. Amrun jalal. Illa anna harisal qasr lam yad'hu yastamiru fi ittirabihi. Biroq qasrninki qo'g'dug'isi uning o bearamligida davomlashish uchun uni qo'yib qo'ymadi deydi. Garchida undan so'rabdi. Bal sa'alahu ma qudumuhu fi hadhihi sa'ati allati alzama fiha al-harru an-nasa ad-dawra. Issiq hamma kishilarni uyning ichiga chigizayotgan, uyda mililmaydigan qilib qo'yadigan mushu soatda kelishining sababi nima ekan deb so'radi. وسكن فيها الإنسان والحيوان والطير والنبات. يعني مش ساعات سبب bütün canavarlar, insan, hayvan, kuşlar, kuş, üsümlüklerden tatip hemmisi cimcit aramılavatkan bir peytte kelişinin sebebini meğerip soğun. قال الرجل أتيت في أمر جليل الخطر. Ben xatirna çoğun bir iş doğrusu geldim. Azimul miqdar. Miqdar çoğun demek yani o'xshash. Celil xatar azimul miqdar. Ukashifu bihi zanawas. Padişah zanawas qilam o'ziga aytib berdigan shunda bir muhim ishda bu debdi. Hech so'zlashman degan ukashif degan. Qala al-harisu innal malika fi shughlin an liqa'ik. Padişah sen bilan ko'rishmaydi hozir bek aldirash. Fi shughlin fakihun. Mashg'ul demak. Demak sen bilan uchrashish bo'lmaydi. Mashg'ul deydi. Sen bilan uchrashamaydi va liqa'i g'ayrika min at-turraqi wal wafidin. Sendan boshqa yana unda kelganlar, o'mak, elchi yoki shunda kelib qolgan odamlarni ko'rishmaydi. Turraq degan tarixning ko'pligi. Tarix degan kechirish qiladiganni tarix deydi. Shu hadisda bin tawariqul layl va nahar deb panolik tilashimiz. Taraqa degan ishqoq degan bo'ldi aslida. Lekin arabdan olsa kechirish qiladiganni tarix deymiz. Vafid degan shu bir podshoh, bir cho'ng kishi bilan ko'rishish uchun kelgan, mehmon bo'lib kelgan, elchi bo'lib, o'mak bo'lib kelganlar bor. Shu ham yadimi? Masalan, shu o'qish kelgan chet ellik o'quvchilarni tullabul vafidin deydi. Wa yakun intaha min qatl dhish-shanatir. Endi dhish-shanatir degan bu kishini o'ltirish ishidan tarix bo'lgan bo'lsa-mu, buni ishini tugatib bo'lgan bo'lsa-mu, yani mush podshoh hozir dhish-shanatir degan bu podshohni ag'dirib, uni o'ttirib taxtga o'ttirgan vaqt ekan. Wa tawtidul mulki fi San'a wa irja' al-yahudiyyati fi al-Yaman ila ma kana alayhi fi ahd Tubba. Dhish-shanatir degan podshohni o'tirib, San'a shahrida podshohlikning ulini mustahkamlab, putlab bo'lgandan keyin tawtiddan uni mustahkamlash, putlash. Shu aloqa vaqtida deb qo'ydi. Yaqin aloqa bor. Wa irja' al-yahudiyyati fil Yaman ila ma kana alayhi fi ahd Tubba. Yani Yahudiya dinini shu Tubba zamonidagidek holatga qaytirib akab bo'lgan bo'lsa-mu, illa annahu biroq u ya'uddul uddata, udda degani bizning yantoq qurol, saymon, lavozimlik uskunalar degan shunami? Qurol yaroqlarni tayyorlayotdi. ويهيئ الرحلة لغزوة بعيدة في الأرض تنتظم الشرق والغرب. Şarq, G'arb, o'ng, so'l hamma tarafni o'z ichiga oladigan, zaminda jiroq bir yerga qadar boradigan bir g'azab safariga tayyorlik ko'ryapti. Was-sahla wal-jabal tag'mu babu yurish qilgan yerda o'ymonliqlar bor. Sahl degan o'ymonliq. Wa qad aqsama yaminan ghalidatan alla yaqirra lahu janbun ala wisadatin.
bu nati qattiq qasamlarni qildi. Yostiqqa bosh qo'ymaslikqa. Janzgasi biqini. Deb yostiqqa bosh qo'yib yatmaslik degan gap. Wala yaghmad lahu jafanun ala nawmin hadi. Bu xotirjam bir uxlab ko'zini yummaslikqa deydi. Jafan deganni biz jafn deganni qatqirdik. Hatta yaral yahudiyata dinen şamını. Ta ki Yahudiya dinine umumiyizlik hemmiya hükümran kıygan hemmiyada etiqat kılınған din haleti kömükçe onda aramını duklamayma, aram tapmayma dep qasam qıptı. Ve hükmü Tevratı fil ardı nafiden. Yani Tevrat'ın hükmünü mu, kanununu muşu ziminde icra kılınatkan halette kömükçe demek. وهو حينما تضيف الشمس للغروب أش padişah dedi. وهو yani aş padişah şu kasırның muhabbetçisi de atılgadır bu sözü. Padişah gün petişka kayrılgandan keyin yani eserden keyin mesela. Şu çağlarda tadif degan anda qıysaygandan keyin. وحينما تخف وطأة الحر ısınınki şiddeti sal yengillengen çağda besimi degan bo'ldi. يخرج إلى هذه الحديقة من القصر قصردaki مشو باغقا chiqdi dedi. Yoki bag'chiga. ويجمع الأذواء والأقيال والأشراف والقوات. الأذواء والأقيال degan bu vezir uzra baglar degandek. Aqyal degan qayalarning ko'pligi. Rasulullohning bir hadisidan bag'o ilal qayalati vel ayahiladi. Amr ibn al-Hadrami degan bir sahabaga unda maktub yozib bergan. Yemen'deki şu emirler, vezir uzralığa İslam'da manda qilish yo'q, unda qilish yo'q deb bir qonun belgilama qilib tutib bergan. Ashadismo ilal aqyal dedi. Al-aqyal vel ayahila. Şu Medine'deki Avus mesela Ansarlardan. Aşula mush Yemenlikning mush aqyal nasabidan kelgan. Şu Bani Qayala deb qo'ydi. Ba'zida mush Ansarlarni ya Bani Qayala deb qo'ygan hadislik kildi. Xudan bo'la shu Yemenliklarning bir nom shuhrati ekan bu. Vel ashraf vel quwat. Ashraf degan yuzlik kishilari, esli kishilari deyiladi. Aqsoniklar desak bo'ldi. Vel quwat degan qo'mondonlar, harbiy qo'mondonlar. Ve shularni hamon to'playdi. Ellezina ta'allafahum li ta'ati. Yani o'zininki itoatiga ashunda bo'ysundigan, itoatiga kirgizgan qo'mondon katavashlarni to'playdi. Ve aradahum ala dini. O'zining diniga kirgizgan desak bo'ladi. Fa yushawiruhum fil amr. Shularni to'plab, shu ish ustida kengash qiladi. Mushawir degan maslahatchi. Ve yuhayyuna jami'an subulal g'azwi vel jihad. Bular hammaylan birlikda jihad va g'azal qilish yo'liga tayyorlik ko'rdi dedi. Demak bu ham ovoz qo'ygan ekan, bular tushda bir qaylula qilib, ondan asrdan keyin chiqib Yamandan hozir shunday. Bu asli qayerda atlashdimi, qayluladan kelgan dedi ekan. Yani bu tushda shunday bir uxlab, aramalab ondan asrdan keyin chiqadi odamlar bo'lg'achqa qayala deb atalgan deydi. قال الرجل إني لم أبعد شيئا عما فيه الملك. Men bu padişah hazır tutuş kılıvatkan işten bek jirak ketmeptim ha. Jirak emasman. Dal şu işqi çetişlik meselede keldim demekçi. Ve inni ma qadimtu alayhi illa fi emri lahu sila bi hada din allazi yasullu sayfahu fi sabili. Şemşirni suğurup jihad qilib yaymoqchi bo'lgan mushi dinga munosabatlik bir ishda uning qishga keldim. Ve yuridan yahmilan nas ala ittibai. Yani kishilarni mana agishinglar deb zo'rlamoqchi bo'lgan mushi din meselesi için keldim. Velev enneke haddethehu bima qadimtu lehu. Nevada sen ne iş bilen kelganligimni padişaha aytib qo'ysang, fa innani la artabu fi annahu sayad'uni ilay. Men ergiz shaqmayan o cho'qim meni ko'rishishga chaqirdi. Va la shakka fi annahu sayahtamu li hada sha'n. U cho'qim shaksiz mushu ishqa bekli ko'ngil bo'ladi. وسيكون منه موضع تفكير وتدبير من ilkaga ish ustida cho'qim o boshqa turib o'ylanib tafakkur qiladi machiga. Bu odam shunday deb qilib ondan thumma awa ila zawiyatin min zawal qasr. Qasrning bir bo'jiga ko'rib aramabdi. Zaviya degan bulan chiqiqqa bo'jika deganda. Raytama taqifu wat'atul harr. Sal pasayganga qadar aramab turaydi. Qasrning bir bo'longa berib turibdi.
Raytama degan unda bo'lgan qadar qiyinchilik. وينزل الملك ليأخذ مع من يجيء إليه فيما يهمهم من شؤون. Padişah özülen billah kelgen kişilerini ilip ular g'am yeydigan ishlar haqida bilmaslab qilgan kishilar bilan billah tushganga qadar, pastga tushganga qadar yoki kishilar bilan ko'rishish uchun tushganga qadar saqlab turay deb bir bulonda aramabdi. Va kharaja zu nawasin min maqta'i. Shundan da asrdan keyin bo'lgandan keyin avasal so'rilgandan keyin podshoh Zunavas o'zininki aramgohidan yoki yatqidan chiqibdi. Yatgan joy degan, aramgohi deganda. Va akhada sabilahu ila makanihi min hadiqatihi. O'zidan shu bag'chisiga o'tirgan joyiga qarab minibdi. Va istamat havlahu hashiyatuhu. Atrofiga uninki malay chakar xizmatchilari atrofga shu odamlari yig'ildi deydi. Va qabla an yaqudu fil hadis, ulu parang tushdan burun jal hajibu yaqul, hajib degan mishada nima bo'ldi? Bizdir bular. Yusuf xas hajib deymiz o. Podshohning qishqa odamni kirgizib chiqarib qildi odam. Xuddi odamni to'sadigan odam. Hajib degan odamni shu kirishdan to'sab, nima ishingiz bor? Deb podshoh so'rab manda ish uchun ketdi, kirgizaymi deb ilib chiqdi. Demek bu Çaparman depta inna rajulan qadimal yawm min Najran. Bugün bir kishi Najrandan kelgandi deydi. Podshoh bilan ko'rishish uchun liliqa'il malik. Ve innehu fima yazum. Uning deyishicha yurida an yufdiya ilal maliki bi amri dinin jadid. Uning aytishicha u podshohimizga yangi bir din ishi to'g'risida ba'zi bir gaplarni ko'tarib kelibdi. Shuni demoqchi ekan. Yuxsha minhu al-Yahudiya. Bu din Yahudiya diniga xavf kirishidan ensiradigan bir din demek. Qo'rqiladi deganda. Qala Dunavas, podshoh Dunavas debdi, dinin jadid, yangi din, alayya bir rajul min farik. Vadan darhal akagan debdi. Podshohning so'zi ajablangan so'roq shaklida. Dinin jadid, nima ekan bu? Qanday yangi din ekan? Alayya bir rajul min farik. Darhal aldımga keladımni ayığını yay tekkizmaydiganda. Vaja ar-rajul faqal. Adamga kelgandan keyin sahradan kelgan kishi ayyuhal malikul mutawwaj. Yani taxtga o'tirg'izilgan, taj kaydirilgan unda mutawwajgan, taj kaydirilgan podshoh oliylari ni'ma masauk, kashlari xayrli o'g'ay. Va damalaka sultanik, mulklari o'zlari uchun davomlashqay. Val yahnika zafru bi a'daik. Dushmanlari ustidan g'alaba zafar quchqanlari muborak o'g'ay. Qo'g'ay degan ekan. Val yahnik de val yahni uka degan bo'ldasizlar. Ya'ni andiyanda ana adin kelgan lekin yengillatib uni taxfiq qilib val yahnika deb tutaribdi. Şuna hadisdimi Hazrat Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuga bir oyatdan so'g'a vaqtda qaysi oyat desa Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Shu bir oyat degan chaqda liyahnika al-ilmu ya Abul Munzir. Abul Munzir shu sahabining kuniti. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Yani mübarek olsun demoqchi, qutlug' olsun. Ve li yuhayyi lakallahu hidayatan ve tawfiqan fima turid. Janoblari qilmoqchi bo'lgan ishda Alloh taolo o'zlariga tavfiq, hidoyat ato qilg'ay. Jituka ya Mavlaya la taliban rifda. Mavla degan xo'jimiz, egimiz demoqchi tushadi. Oliylari deylar. Podshoh oliylari men sizning huzurlarga bir narsa biramikida talab qilib kelganim yo'q demoqchi. Rifda degan ashunda bir mukofot yoki bir bergan narsa. Bi sarrifdul marfud. Qur'on Karimda bor. Rif degan so'zni tushunsanlar, oyatni darhol tushunasiz. Bi'sar rifdul marfud. Yani al-ata'ul mu'ta demoqchi. Rif demishadi ato yoki sila degan. Yani biror biramikida talab qilib kelganim yo'q. Wala musta'diyan bika ala mazlumin. Yoki biror zulmga uchragan kishi haqida o'zlaridan yordam talab qilib, o'chamlab paslab unda kelgan ishim yo'q deydi. Kushkurtib degan gap, musta'diyan degan. Istada degan. Asli adovat deganning gilg'o ada. Yo'q boshqa birisiga dushmanlik qilib, zarba berishlarni talab qilib, ma'noda o'chamlab pasla, yomon zulm qildi deb bunda kelgan yerim yo'q.
Yani dava qilib mukammaldan demoqchi. Walakin hadisan bi Najrana qad waqa. Biroq Najran degan shu diyorda yuz bergan bir voqea bor edi. Shu sababdan keldim. O'sha walakin degani walakin ataytu bi sababi hadisan demoqchi. Najran degan Yamanning shimol tarafi, Saudiya Arabistonining janub-g'arbiy tarafi, shu orliqdagi adam Najran. Biz tarafdan hozirgi Umman, saltanat Ummonda shu orliqdagi yer bo'lishi mumkin. Va innahu illam yutadarak amruhu, agar bunga darhol chora qilib ulgurmasak, oldin olmasak demakchi, yetishilmasa deganga. Mana bu yerda buning shiqarta darhol chora qilib ulgurmasak demakchi. فإنه يوشك أن يمتد إلى غيرها من البلدان. Uningdan boshqa diyarlarga bu elib ketishga tas qiladi. Yushaku degan shu tas qiladi degan. Va rabbama imtadda ila al-Yaman. Balki taqa Yamanga kelib qolishi mumkin. Va rabbama javazaha ila ghayriha min asqa' al-ard. Balki taqa zaminning boshqa joylariga o'tib ketishi mumkin bu yerda. Asqa degan saqa deganning ko'pligi, ya'ni zaminning har qaysi joylariga. Faqala Dunawas qad rawwa'tani bi akhbarik. Podshoh debdi, sen bu xabarlaring bilan meni cho'chitayotding. Sen ushurlaring bilan meni cho'chitayotding. Va shag'alta bali bi hadithik. Parang bilan meni ko'nglimni mashg'ul qilib qo'yding. Fahati lima ajmalta tafsila va lima lawwahta bihi bayanan va tabyina. Undan keyin sen bayatin qisqacha degan gapni tafsili bayon qilgan. Bayatin shunda bir ko'rsatib o'tib ketgan narsani ochiq bir bayon qilib bergan demakchi. Bayatin lappada pallada bir ko'rsatib qo'ygan narsani ras ochiq deb bergan demakchi. Oldirmay bir anlay, tafsili debdi. Qala ar-rajulu innahu mundu ayyamin. Hali qadam debdi, innahu degan kim shu nima? Tamir sha'nda. Şan. İş mandar demakchi. İşning jarayoni mandar. Bir necha kunlardan buyon qad dakhala ala Najrana dinun jadid. Najran degan diyorga yangi bir din kirdi. Yad'unahu an-nasraniya. Buni nasraniya deb ataydi bu dinni. Va yubashshiruna lahu bi ismi Isa al-Masih. Shu din uchun Masih Isa nomi bilan bishorat berishdi bular. Bunda bir payg'ambarimiz var. Bunda qiladi, bunda tashviq qilishdi dedi. Fa ammal vataniyuna min ahliha. Shu Najran degan diyorning aholisining ichidagi butparastlar bo'lsa, faqat irtahat qulubum ilay. Uning ko'ngillari shu yangi dinga xotirjam bo'lib, mayl bo'ldi. Va tag'alghala fi nufusihim. Ularning ishiga cho'nqirlab kirdi. Tag'alghala. Kirishgan bo'ldi. Va dakhalu fihi afwaja. Uning guruh bulab kirishga boshladi. Va ammal yahud, amma yahudilar bo'lsa, shu diyorda turgan, Najranda turgan yahudilar bo'lsa, fa fariqun minhum saba'a an dinihi. Ularning bir guruh o'zining dinidan chiqdi. Saba degan chiqdi degan. Va dakhala fima dakhala fihi al-wataniyun. Shu butparastlar kirgan dinga, ya'ni nasroniya diniga kirdi demak. Va fariqun dhalla al-yahudiyyati. Ya'ni bir guruh yahudi diyanatida turadi. Walakinnahu mumtahanun bil adha. Biroq u nurg'un aziyat bilan ig'irchiliklarga, sinoqlarga duch kelyapti deydi. Qiyinchilik qildi deydi. Mubtala bi japa mushaqqat, qiyinchiliklarga mubtala bo'ldi deydi. Ilmikar suiqaslarning sinoqiga duch kelmoqda. Va illam yatadarakil maliku al-yahudiyyata bi Najran. Navada Najrandagi Yahudiya diyanatini saqlab qolish uchun podshoh olilari darhol harakatga o'tmasa, fa innahu yushaku an yumhadluha. Yahudiya diyanatining soyasimi o'chib ketishi mumkin. Va yafu rasmuha. Izmi o'chib ketadi. Rasmiga izi. Va yantahi tarixuha. Yahudiya diyanatining tariximi o'sha oxirida shudir. Fastava Dunawasin fi julusi. Bu gapni anglagan podshoh Dunawas darhol tik o'tadi deydi. Rus o'tadi. Va kannahu qad g'ussa biriqihi. Xuddi u tupriki geliga turib qolgandek. G'ussa degan geliga turib qolishgan bo'ldi. Qur'on karimda shunga va ta'aman za g'ussatin azaban alima deb. Geliga turib qolgan, geldi o'tmaydigan endi tamoq va
do'zaxda demoqchi. Va qala kayfa dakhala hada ad-din Najran? Bu din qanday olib Najran kirdi deb so'rabdi. Va kayfa mukkina lahu fi hadhihi al-ard? Qanday bo'lib mushu diyorlarda bunda hukmron bo'lib ketdi bu din? Mukkina lahu degan tamkin degan anda hukmronlik o'rniga chiqishgan. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وكيف استطاع أن يصل إلى القلوب على قرب عهده وحداثة ميلاده حداثة ميلاده تغييرن تغلغان ترغلق قرب عهده bu tag'yin naso'g'an turg'liq dillarga qandami yetib boraldi kishilarning dilini qanday mayil qilib ketdi bu zidni idaha menga taxim uchiqroq deb bergan debdi qala rajul hal qadam debdi qad wafada ala najran qiman yafidu alayha min al-ariqa najranga kelilgan qullar ishida shu qatada ikki odam keldi dedi rajulan ahaduhuma rumiyun wasmuhu fimyun birisi rimliq ismi fimyun ekan yana birisi arabkan ismi solih ekan ikki odam keldi dedi ikki qul mushu diyorga kelganda amma fimyun tashtarahu rajulun min al-wataniyina ubbad an-nakhla fimyun degan rimliq qulni xurmo daraxiga cho'qinadigan butparastlardan bir kishi setib oldi dedi setib olgandan keyin favajadahu kariman mismaha uni nayti kang qo'saq isil apuchan shunda fazilatlik odamligini ko'radi bu mismah deganmiz samuh yoki samih bu qulni setib olgandan keyin uyda ishlatib qarasa shunda muloyim shunda obdan kang qo'saq axloqliq ekan bu qul isil karim degan isil demoqchi yajulu fi ghurratihi ma'ut taqwa uning peshonasida g'urra degani peshonasiga bo'ldi asli g'urra degan otninki qashqotning peshonasiga chekishiga nima oq qashqisiga o'sha qashqisidan da o'sha oqliqni deydimda g'urra degan asli oq degan bo'ldi g'urra muhajjal degan o'sha demak peshonasida taqvodorlik suyining iqtug'anligini aylanib turganligini ko'ribdim demak unda bir nur yig'ib turadigan taqvodor chiroy bir qul ekan bu va yafuhu min khalaiqihi arfus salah khalaiq degan o'shada tabiatidan axloqi tabiati degan mijoz xulqi deymiz-ku mijoz xulqidan salohlik ya'ni obdillik deydi yaxshi kishilikninki xushpurqa purab turdi ko'p purab turganligini yafuh deymiz arf degan xushpuroq cho'ng mavzuda o'qiganda unda bu yerda abtirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadiyyin min salatin taslim Allohumma salli va sallim va barik alayhi arf degan shu xushpuroq yani duri salomlardan tarkib topgan xushpuroq bilan qabrisini atirga purkaslar ilohim deydi fakana ya'malu lahu 'ammata yawmihi ashqul ashu butparast xo'jayiniga kun bo'yi xizmat qiladi ishlab turibdi la ya'riful kilala va la shakwa kilal degan charchash harg'inlik degan buni bir qadam o'tdik biz Musaning voqeligida harmay talmay hech qanday shikoyat qilmay ishlab turdi ekan فإذا كان المساء آوى إلى حجرة أفردها له ليصلي فيها kech kirgan chog'da xo'jayini belgilab bergan hujrasiga kirib ashunda namoz o'qiydi ekan vattala alayhi sayyiduhu yawman fawajadahu yusalli xo'jayini bir kuni bunda unga qarasa namoz o'qiyotgandak wal hujratu mudi'atun min g'ayri siraj u hujra chirog'i musimo yo'rtilgan ekan va karomatim nima va yo'ruq nurliq demoqchi ta'ajiba minhu wa sa'alahu an dini shunda bu xo'jayini bu ahvolni ko'rib va karomatni ko'rib hayron qilib sen diyonating nima deb so'rabdi uningcha diyonatini so'moqchi ishiltaverdi وهل يؤدي عبادة أخرى لغير هذه النخلة التي يعبدونها أشولا عبادة قدان çokundgan muşo qo'mi daraxtidan boshqa bir narsaga cho'qinamsa deb so'rabdi ويستلهمون أسرارها yani ash qo'mi daraxtidagi ba'zi sirlarni bizning ko'nglimizga sag'aylar deb bizga bunday ilhom baxsh etganlar deb endi cho'qinadigan ash qo'mi daraxtidan boshqa narsaga cho'qinamsa biz shu nimaga cho'qinamiz qo'mi daraxiga sen undan boshqa narsaga cho'qinamsa deb so'rabdi ya'ni yastalhimuna degan ko'ngliga sig'ishni tilash degan bo'ldi qala innama a'budulloha malikal mulk
men bütün şu mülk igidarchiliklarning padişahlıklarning hammasini egisi bo'lgan Allohga ibodat qilaman va mudabbiral xalq bütün mahluqlarni betaraf qiluvchi va masdarul vujud bütün barliqlarning manbasi bo'lgan Allohga ibodat qilaman. Va zalikallazi arshadal masiha ila wujudihi. Ashu Allah, ashu Masih alayhisalomning o'zining barliqiga hidoyat qilgan zotdir. Va dalla ala qudrati, o'zining qudratiga dalolat qilgan zotdir. Va amma hadhihi nakhla, amma ma xum daraxi bo'lsa, nakhla degan xum daraxi, ma xum daraxi bo'lsa, fa innaha la tamliku darran va la naf'a. O ya payziyan hech narsa qilish qo'ldan kelmaydi. Bal la tastati'u jalba khayrin laha. Balki o'zing bir yaxshilikni akilishni bilmaydi. Bir yaxshilikni akilanmaydi. Va la daf'a sharrin yuradu biha. Yoki birsa uningga yomonlik maqsad qilsa, o'zini qo'llanmaydi. Kesiday deb qolsa, chorasi yo'q uni. Kesib ketadi. ولو شئت لدعوت الله أن يرسل عليها ريحا تجففها نوادسا خالصا ما الله تعالى شunda bir dua qilayki Allah Teala onu kurtulduğun bir boran ya şamal çıtırasın. Ev naran tuhriquha ya ki köydürütülgan bir ot evetsin. Farubbama faal ve rabbama istajab. Belki duayımla icabet kılıp onda kılıta icabet kıla belki. Eğer xalsan oyunda dua qilay kirab baqqan demakchi. Necha kun ko'z o'tadi. Chunki bu hozir shu chog'dagi shunda avliyo demoqlar. Yani şu çağdaki müminler, Müslümanlar şu çağda İsa Aleyhisselam'a erişip havariyinliği olan mesela. Aslında kişiyken. Allah Teala'ya boğan işincisi kamil olan diken. Bunda kişilere şunu dua kıslam icabet kılıtılığını başka kişiler üzümü bilirdi. Şuna işin söylen, Halisan'ın bir dua kılay, ya burandımız sıkılan komrak öküdüdü, ya kurtududu, ya ki ötkülden köydürüdüdü, depti. Qala lahu sayyiduhu bunun hocayını depti. Evet testatiya şuna kılalamsa. Qala fimyun etu'minu bin nasraniyeti lav faalt. Eğer şunda kılalısam nasraniye diyanetiga işinamsaya depti. Şu çağdaki şu nasraniye digine, şu İslam dini şu. Yani hacırkı nasraniye emasın. Nasraniye işinamsa da onda hacırımda onda hata düşünüşler kılmışsın. Şu çağdaki tevhid İslam dini şu. Qala na'am. Ha şunda kılmadı. Fasalla fimyun fima yaz'umu ashabuhu ve muriduhu. Demek fimyunga ergeşken aşı kişilerin eğitişçe, divilişçe demekçe. Yaz'um diyen müşahede aşında deyişçe, iddia kılışçe diyen derken ne? Bu ne bir kıstırma söz kılıptı. Namaz okudu. Ve de Allah Teala dua kıldı. Fe ersala ala nakhlati seyyidihi rihan ceffefetha ve alqatha. Dua kıygan haman, fe diyen şifa şu haman. Şu Kur'an-ı Kerim'de nurguyada festecebna. Dua kıygan haman, ne duasını tüyüt polaşışı kılam, kaçıda icabet kılıp gerekmektir. Allah Teala Fimyon'un hocayınınki kormu darakiga bir şamalını ya bir buranını ivatipti ya kuyun mesela. Bunu derhal kurtuplan kumura taşıvattı deydi. Fa'inda dâki amana racul. Bunu kırap ma karavını görgen iken derhal ağı iman etipti. Ve şa'at hadihil maqalatu fi Necran. Muşu kıssa vakalık müjderyan Necran'da pürk etti deydi. Muşu vakalıktan sözü deydi. Pürk etti, tarak etti, yiyilip etti deyen şa'a deyen. İnnellezîne yuhibbûne en teşi'al fâhişetu deyen. وَدَخَلَ النَّاسُ فِي النَّصْرَانِيَةِ اَفْوَاجًا. Kişiler Nasrani diniga, yani şu çağda İslam diniga top bulab kirişki başladı. وَلَسْتَ تَرَى الْآنَ فِي هَذِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ دَخَلْ اَوْ هُوَ سَيَدْخُلُ فِي هَذَا الدِّينِ. Şimdi hazır aşı ziminde, Necran ziminde, diyarda qaraydigan bolsan, ya bu kişinin bir kısmı kirip olgan, ya ki endi bundakin kirimiz davatda halet kirisi, ondan başka adam yoktu gerek. Yani hemmesi şudan kirip bulmakçı azayar demek. Qala Dunavaz ve hel baqiya indaka fadlun min hadis. Padişah Dunavaz sadaqadamga yani başka bir deydigan sözüngmi artık sözümü qaldımı sende hamma gapingni tugatib qoldingmi yoki debdi. Qala rajul law shi'ta la haddathuka ma yatanaqaluhu ahli Najran an Fimyun. Agar janoblari qolsalar
Necran ahalisi Fimun hakkında söz çöçek kılıp kilovatkan paranglarını depiray. Lita'lama meblağa hubbihim lidini. Ularning dinni ne kadar söydiğanlıqını bilishleri uchun va ta'alluqihim bi zatihi. Ash Fimunga ne kadar omraqligini, söydiğanlıqını bilishleri uchun. Yani chetishlik bağlanıp qolgan diye. Qala Dunavas hati kullama andak. Sendeki ma'lumotning hammani akilar. Fa innaka qad shaghalta bali. Chunki sen butun mening diqqatimni tortib ketding. Bi hadith hada din, mushu dinning parangi bilan va amri hada rajul, mushu odamning ishi bilan dedi. Qala, ala qadam debtamda. Za'ama rafiquhu Salih, uning hamrasi Salih, bu ikkilantigo. Fimunning hamrasi Salih munda deydi demakchi. Za'ama o'shada munda deydi. Min tarihi ma'u, yani o'zininki Fimun bilan bo'lgan uzun muddatli tarixi haqida to'xtalib, manda debtimish. Ennehu beynema kana ya'malu fi qaryatin min Qurash-Sham. O Şam'daki bir şehirde işlavatgan vaqtida iz basara bi Fimun sa'iran fi ihda turqatiha. Fimunni kirib qoldi. Fimun shu shaharning ko'chalarining birida ketib o'tgan. Fa shahida alayhi alaimat taqwa. Uningda taqvodorlik alomatlarini ko'rib va tahaddathat ma'arifuhu an aqlin rajih. Andın mushu Salih degan kishining o'zining bilimi, tajribasi mushu balada, mushu Fimunda o'tkir aql bor ekan, zirak bor ekan, taqvodor ekan deb baholaqdan uni. Fa ahabbahu wa aliqa bihi. Shuna uni yoqtirib qilib, uni bog'lanib qolgan ekanda. Wa tabi'ahu anna dhahaba min haythu lam yush'iruhu bidhalik. Unaga wasa aqdan marab ma'dikan Fimunga tuyg'izmaya. Gözümde akışırlattan bunu. Hatta kharaca fi yawmin min ayyamil ahad ila sahra. Ta ki küllerinin burada yakşam gün iken bu sahraga çıkıp bu Fimun namaz okuşu başladı. Ve beynema huwa fi salatihi, bu namaz okuyotgan vaqtida, namazı turgan çığıda aqbala nahvahu tinninun fagurun fahu. Onun tarafiga çoğun bir ijlanın. Tinnin demiş çoğun bir ijlanın. Ejderha desek mi buldu, ijlan desek mi buldu? Bugün ijlandan bak yoğun anlamı. Yoğun bir ijlan ağzına şunda kərib içir, fagir fahu diyen ağzını kərib içir, keptu. Faza'ara Salihun varta'a ve saha. Ondan Salih atat qarabtuğa adam qo'qab ketib va qirabdi. Varta'a qo'qab ketdi. Za'ara degan shu qo'qdi degan. Fimun yahdar tinnin ijlandan diqqatga ol debdi. Fa innahu muqbilun nahvak o san taraf kelayotdi. Aga hol debdi. Walakin Fimun aqbala ala salati. Lekin Fimun namozni o'qiyadi. Chunki bu ishonch kamolandi. Xotirjam bu. Aqbala namoz o'zlanib turadi, o'zlandi. Berilib ketdi. Namozga beriladi degan. Wa maqtaraba minhu tinnin hatta mat. Bu namozni o'qiyveribdi. İclan onun qashig'i berib bo'lguncha o'lib bo'ldi dedi. Anda zalga zahara Salih. Shu chog'dan Salih asta mukvogan joyidan, marab turgan joyidan asta chiqibdi. Wasta'danahu an yurafiqahu wa ya'nasa bihi. Uningda ijozat so'rab, men sana hamroh bo'lsam, sen bilan ulfat bo'lsam deb ijozat so'rabdi. Fa'adina lahu. Ijozat beribdi. Va ma zala yatanaqqalan min qaryatin la qarya. Ular shu bo'yicha bir shahardan bir shaharga, bir kentdan bir kentga bunda yutkilib mengayveribdi. Va Fimun yadhharu min karamatihi va ajaibihi ma zada Salihan fihi hubba va bihi ta'alluqa. Shu jarayonda Fimunninki ajoyib g'aroyib ishlari, karomatlari ko'rilaverib, bu Salih unga taxmi umroq bo'lib ketdi, taxmi bog'lanib qoldi. Hatta kana bi ihdal bawadi. Ular ishkelning oxiri shu bayonlarning birisida turgan vaqtida tala alayhima ba'dul arab. Ba'zi arabiylar uchrab qopdi. Va akhaduhuma asirayn. Bu ikkisini asirga etmabdi. Thumma ba'uhuma fi Najran. Ondan ikkilarini Najranda setibdi. Va kana min amr Fimun ma sami'ta. Fimunning vaqaliga men sana shu sen anlagan hozirgi shu vaqalik Fimunning masalasi shu debdi. Va man tahar rajulu min hadithi hatta sarat hafizatu zinawas. Osh adam osh vaqalikni deb pulishi bilan zinavasning achchig'i ketdi. Achchig qo'zg'alib darg'azab ketdi. Va taramat narul ghadabi fi sadrihi.
uning qalbida g'azab o'tlari lovillab ketdi. Nima uchun ayyadhara? An degan nima? Munda bo'g'iniga degan, ha? Ya'ni ayyadhara fi Najran dinin g'ayril yahudi. Najranda Yahudiya dindan boshqa bir dinning paydo bo'lib qolganiga achchi ketdi. Aw ya'luwa fiha hukmun ghayri Tawra, yoki uningda Tavratdan boshqa bir kitobning hukmi ustun bo'lib qolganiga. Wa halafa la yaghmidu sayfan wa la taskunu minhu sa'iratun. Bunda qachon qildim? Men shamshirimni g'ilipiga tiqmayman debdi. Ochchig'immi yanmaydi. Va taskunu sa'ira degan undan qo'zg'algan narsa aram o'chmaydi. Aram topmayman. Açığım yanmaydı demek. Hatta yenkula bi ahli Necran. Ta ki şu Necran ahalisini cezalap, edeplap, başkaları ibret kılmakça şemşirimine gılapka, kınıga sanmayman. Açığımdan yanmayman demek. Ev yerci'u ilel Yahudiyeti mud'inin. Ya ki ula Yahudiye diyanetiga mecbur boy sunup qaytish kerak. Bo'lmasa aşında qilmadı. مدعنين بويسنغنا قرآن كريم باغو مدعنين وخرج ذو نواس من صنعاء بجيش يملأ أقطار الأرض قاصدا نجران. Padişah ذو نواس Sana şehirden Necran'a qarab bütün ziminni qaplab turadigan lashkar tatib chiqdi. Jazoir chiqdan u. Aqtar degan shu ziminning har qaysi joylari atrofi degan. Bütün etrafını kaplaydigan aşunda çoğun leşker tatip oldu. Falamma vasala leyha daraba min havliha nitaqan. Necran'a yetib qolgan ekan atrofiga bir chimbar asıqib qo'rshav qoldi. Chimbar tashkillab qo'rshav qoldi dedi. Farta'a ahluha wa zahalu. Qo'rshav qolgan ekan Necranning aholisi qo'rqib ketib, nima ish qilishini bilmay qoldi. Zahal degan gangrab, hang-tang bo'lib qoldi dedi. ولكنه قبل أن يبدأهم بعذاب أو ينالهم بمكروه لكن padişah Cenevas ularni cezalashga tutishqilishdan ilgari yoki ularga bir yomonlik yetishdan ilgari jamaa sadatahum ularning cho'nglarini to'pladi dedi. Va ashabaz za'amati fihim ulardagi shunda liderlik o'rni va baglar masalan Vezir uzra aşu kişilerini topladı. Ve qala inni qad ra'aytu karaman ve tafaddula. Men onda asla onda qilmasam mı ixtiyorliqimda. Lekin onda isillikim, ali janobligim tutib ketib, bunda qilmoqchi bo'lib qoldim demak. Qablan yastahirra fikumul qatl. Yastahirra degan eshitdi demak. Ya'ni sizlarni qirg'in qilish, kalla kes masalasi avjiga chiqishdan ilgari mening ali janobligim tutib ketib, bunda qilmoqchi bo'ldim. Ve ya'mala fikumus sayf. Yani sizlerde kılıç aşkıldığı kılıçtın burun. Ve yenalikumul adasilerge eziyet yetiştirgire. En uhayyirakum beynel yahudiyeti dinil yevme ve dini tubba'in min qabl. Sizler ne? Bugün menden o dinim boğan Yahudi dini ve ondan ilgili Tubba'nın dini olan Yahudi dini bilen ve beyne ma'tanaqtumuhu min dinin jadid. Bu Yahudi dini bilen sizler yeni din deb e'tiqod qilgan aşı Hristiyan şu çağdaki yani aşı İslam dini ikkisini o'tirda sizlarni tanlashga qo'ymoqchiman. Yani isilligim tutib ketib, ana bir tanlash pursi biray deb qoldim deydi. Ya'tanaqtumuhu degan yani siz diyanat yuzdan e'tiqod qilganmi? Tubba deganmi shu o'z vaqtidagi shu ba'zi payg'ambar deyish mumkin. Qur'on Karimda zikr qilingan. Lahum khayrun am qawmu tubba. Qawmu tubba. Lekin Tubbaningki qavmi kafirken. Tubba o'zi musulmon bo'lgan bilan. Lekin qavmu tubba degan shu nachar odamdir. Lekin Tubba shu musulmon ekan. Tubbaning dini va hozir mening dinim bo'lgan shu Yahudi dinida turish yoki ashi yangi dinga e'tiqod qilish ikkisining oraliqida bir tanlash fursti bermoqchi. Walastu bisani'an lakumul azab hatta takfuru. Men taksida bo'ldi biz tandoq bu Yahudi diniga ergashmaymiz deb kafir bo'lib ketganga qadar men sizga jazo bermayman. Wala ya'malu fikumus sayf hatta tatadabbaru. Sizlar tafakkur qilib, o'ylanib bir qarorga kelgan qadar shamshirimni ishqsanmayman. Yani bular bir o'ylanib qaror qilish fursti beribdi. Taqalu innaman nasraniyatu dinun ashrabatu nufusuna
Ulardan bu Nasrani din degan, ya'ni shu chaqda islom dini bizning dilimizga singib ketgan bir din bu. Ashrabat, ushribat degan gaplar chiqdi-ku nashqatim. Ha. Tushirilgan, ashuna singib ketgan demak. Va dakhalat fina bayna shighafi qulubina. Bizning yurtimizning qapining ichiga kirgan, yani yurtimizning cho'nqir joyiga o'rnab ketgan bir din bu demak. Shig'aful qalbni g'iraful qalb dedik. Va ma lana anhu mahisun va la ma'dal. Biz uningdan boshqa bir yerga qochadigan joyimizmi yo'q? Uni tashlab boshqa ketadigan o'rnimizmi yo'q demak. Mahis degan mahrab degan. Min mahis deb Qur'on Karimda bor. Sawa'un alayna aw sa'ta lana fil ajal. Bizga baribir. Sen uzun muddat bir muhlat verib, kamchilik qilsangmi shu? Am ajjalta lana bilmas. Bizni sizdan o'tirasangmi? O'xshash. Biz hargiz dinimizni yanmaymiz deb turib. Falamma ra'a israran va inadan podsho ulardan ashunda qat'iy yanmas iroda kejlikni ko'rgandan keyin va tamassukan bil nasroniyati va atsaman nasroniy dinni ching tutib, ashun ching yepishib turgan ahvolni ko'rgandan keyin amara bishaqqi ukhdudin fil ard zaminga uzun bir azgal ko'lashqa buyurdi dedi. Va ahdara waqudan va hataba yiqilg'o va o'tallarni keldi. Thumma ash'alu an-nar andan o't yoqdi dedi. Va ba'athu ad-dukhan tutunlarni qo'zg'atishdi. Tutun chiqarishdi dedi. Va akhadun nasara yulqunahum fi lahabiha. Anda shu nasarani, shu chaqdagi shu musulmonlarni shu o'tning yalqunlariga tashlashga boshladi. Lahab degan shu yalqun. Lam ya'fu shaykhan harima. Bular qirib ketgan bir mo'sbet yashin qolgan kishi deb uni afu qilyapmidi deydi. Walam ra'atan ajuza. Qirim umaynimi afu qilyotishmidi? Wala tiflan radi'a. İmidgan balnimi afu qilma amman tashladi. Hatta qalat najranu minan nasarat. Axiramda qanday oldi? Najran nasara oldin, o'z vaqtiga shu musulmonlardan butunlay xoli bo'lib qoldi. Quruqdan ketdi. Va lam yabqa biha g'ayrul yahud. Yahudilardan boshqa qolmadi unda. Shu chaqda o't tashlagan chaqda bir ayol bilan bir shu emidgan bir bolasini ekildigan. Ekelgan chaqda ayol o'zi saklay deb nima qilsimi? Balıqni chaqirib, ikkilinib qolsa, bola zo'rni kelib, saklava debdigan. Shunga shu bu holatda zo'rni kelganlar, gap qilganlar 3 deb ashuni sanaydi. Bu suratul Burujda bayon qilgan voqealikning jarayoni. Ve bu adı qaysi shahar bo'lgan, qaysi rayonda bo'lgan, da jarayonni bağlab hozir oldikayni bir tushunib olgan bo'ldik. Bo'lmasa bu ashabning o'qitib nada nima nimalda deb o'ylaydim uni Etiopiya, Sudandan janubiy emas. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.